Iffat 32 qism 11 noyabr 2025 yil soat 19. Da mening yurtim telekanalida. Bu sana muxlislar uchun unutilmas bo'lishi aniq, chunki aynan shu kechada Kamron va Shirinning taqdiri yangi, og'riqli, ammo hayajonli burilish oladi. Iffat serialining navbatdagi qismi or, sadoqat va muhabbat sinovlarini yanada chuqurroq ochib beradi. Har bir sahna yurakni titratadi, har bir nigoh esa so'zsiz hikoyaga aylanadi. Serialda insoniy tuyg'ularning eng nozik qatlamlari, muhabbat va sadoqat o'rtasidagi chiziq qanday nozikligini yana bir bor his qilasiz. Kamronning ichki kurashi, Shirinning sabr va sadoqati tomoshabinni oyga toldiradi. Rejissor har bir epizodni badiiy go'zallik bilan bezab, syujetni tabiiy tarzda rivojlantirgan. Bu esa Iffatni oddiy melodramadan ko'ra ko'proq hayot saboqlariga boy ruhiy sayohatga aylantiradi. So'nggi paytlarda o'zbek seriallari orasida shunday chuqur mazmunga ega asarlar kam uchraydi. Ammo Iffat ana shunday loyihalardan biri bo'lib, u tomoshabinni bir zumda o'z dunyosiga tortadi. Har bir epizodda mehr, iztirob va umid uyg'unlashadi. Serial aktyorlari, ayniqsa Kamron va Shirinning obrazlarini jonlantirgan ijrochilar o'z rollarini butun yurakdan ijro etishgan. Ularning his-tuyg'ulari ekran orqali tomoshabinga to'liq yetib boradi. Bu qismda qahramonlar or, sadoqat va muhabbat o'rtasidagi kurashda yanada chuqurroq sinovdan o'tishadi. Hayot ularga og'ir zarbalar beradi, ammo aynan shular orqali ularning kimligi, kuchi va yurakdagi muhabbatning asl qadrini bilish imkoniyati tugiladi. Iffat bu faqat hikoya emas, bu his-tuyg'ularning o'zini oyna qilib ko'rsatgan serial. 11 noyabrda soat 19. Da mening yurtim kanalini yoqing, bu kecha yuragingizda iz qoldiradi.